Uyghur Çayxanası söhbətləri proqramımızdakı əziz görürmənləri, bugün 2026-cı 4-cü ayınki 26-cı günü bugünkü Uyghur Çayxana söhbətləri proqramımızğa qimmatli mehmanlardan Əziz İsa əfəndimni təklif qıldım. Əziz İsa Elkin əfəndim muşu ayınki 5-də Amerikada bir qancha kunlik ziyaretlerini kıldı. Amerika'da inta ünümlük olan ziyaretlerde bu Harvard Üniversitesi Katarlı bir qancha dağlık bilim orullarda şundaqla Amerika Parlamenti Kengash Palatasida Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati, kimligi va milliy mavjudligimiz haqida muhim leksiyalarni berdi. Biz buni Aziz İsa Elkin efendimniki Facebook, Instagram hesaplardan ko'rib keldik. Shuning uchun endi hozir ko'ryapmiz mana dunyoning hamma yerlarida İran urushi, Ukraina urushi, mushtung markaziy yotgan mezgilda Uyg'urlar oid naslamlar oz xabarlar bilayotgan mezgilda Amerikadagi danglik bilim yurtlarida Uyg'urlar haqidagi mushtaq bir suhbatlarniki bo'lishi biz uchun bir yaxshi bir xabar. Shuning uchun bugun bu Aziz İsa Elkin efendimni Uyg'ur choyxonasiga taklif qilib, mush faoliyatlar haqida bir suhbat o'rlashtirdim. Assalomu alaykum, hurmatli Aziz İsa Elkin efendim. Qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur choyxonasi suhbatlar programmasiga nahmadan qatnashib berganingizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Va alaykum assalom Abdurimjon. Rahmat bugün şu Uyg'ur choyxonasi programmasi meni taklif qilib, mush faoliyatni, mush suhbatni o'rlashtirgangiz uchun sizga rahmat aytaman. Rahmat. Endi biz shu Facebook'larni ko'rib keldik sizniki Amerikadagi faoliyatlaringizni. Deganimda şu faaliyetler hakkında bir to'xtalaylik. Bu Amerikadagi faaliyetler kimlar tarafidan o'rlashtirib berildi bu faaliyetler? Qaysi tashkilotlar bu faaliyetlarniki maqsadlari nima? Qachondan qachongacha o'sha Amerikada faaliyet olib bordingiz? Mush haqida qisqacha bir to'xtalgan bo'lsak, rahmat. Rahmat Abdurimjon va mush munosabat bilan mushu Uyg'ur choyxonasida dunyoning har qaysi joylarida naq maydonda ko'rayotgan barliq qarindoshlarimizga, vatandoshlarımızga salom yo'llayman. Cümleden sizga rahmat. Endi suhbatning undaq o'ziga kelsak, bu faaliyet meniki Amerikaga berish bu safarim şu o'tgan yil meniki ikkinchi kitobim 2025-yili 12 ayning 9-kuni Angliyada nashrdan chiqdi. Bu kitobning ismi Qamoqdagi ruhlar. Xitoy turmusidagi qamoqda turayotgan 25 nafar Uyg'ur shoirlarining she'rlari antologiya toplam. Bu kitob nashrdan chiqqandan keyin shu bir qancha o'rinlardan, universitetlardan taklif topshirib oldim. Jumladan balkim nurg'un qarindoshlarimizning xabari bor. Men uzun yillar shu Uyg'urcha kitob, jurnallarni yig'ib, shu biri o'zimning tadqiqoti, yana birisi shu mukammal saqlab qilish nashr afkorlarimizni. Bu yoqda ko'p xizmatlarni qilib kelgan. Bo'libmi o'tganki 20 yildan buyon vatandan keltirgan manbalar bo'lsin, Qozog'iston va O'rta Osiyodan O'zbekistondan keltirgan manbalar bo'lsin, ko'p kitob materialini yig'gan. Shu munosabat bilan xabaringlarda bor 2024-yili Amerikadagi danglik universitetlarning birisi bo'lgan Princeton Universiteti Aziz İsa Elkin Uyg'ur adabiyoti kitoblari to'planmasi deb maxsus bir to'plam ochdi shu universitetdagi Sharq Osiyo bo'limida. Ve maxsus bir Uyg'ur doktorni shu to'plamni ishlashga kataloglashtirish, raqamlashtirish ishlarini qilish 3 yillik xizmatlarni qabul qilib bu ishni boshladi. Mushtaq bir alayda bir munosabatda Princeton Universiteti meni taklif qilgan o'tgan yildan boshlab bu taklif davom qilib o'tadi. Keyin shu Princeton Universiteti Amerikaniki shimolida, shimol qismida joylashgan. Sharq shimol qismida esaqim bo'ldi, New Yorkning yeniga.
gapni qisqasi bu yerda mening bu qatimqi Amerika ziyoratimningki sahifxonlari, ya'ni taklif qiluvchilar mushu Princeton universiteti va shundoqla Amerika hukumati, andan keyin va mushu universitetlarda ishlayotgan do'stlarimiz va Washington DC'dagi qarindoshlarimiz va shundoqla Amerika Yozuvchilar jamiyati. Ya'ni men 2022 yildan buyon mushu Xalqaro qalamkaşlar Uyg'ur markaziniki mas'uli bo'lish suhbatim bilan bo'libmi o'tgan yil 4 oydan boshlab Xalqaro qalamkaşlar Uyg'ur markaziniki mas'uli bo'lish suhbatim bilan oldi keyin bo'lib 15 yilga yaqin bo'ldi shu Uyg'urlarning yozish erkinligi, fikr erkinligi va ziyonkashlikka uchragan Uyg'ur yozuvchilarning huquqini himoya qilish mush soha bo'yicha xizmat qilib kelyapman. Mush sababdan Angliya Yozuvchilar jamiyati va Amerika Yozuvchilar jamiyatiniki men taklif bilan qabul qilingan rasmiy a'zosi. Mush munosabatdan shu Amerika Yozuvchilar jamiyati, bu Amerika Yozuvchilar jamiyati va Angliya Yozuvchilar jamiyati dunyodagi eng kuchli va yozish fikr erkinligi bu soat nihoyat kuchli bir xalqaro tashkilot. Shu Amerika Yozuvchilar jamiyati ham shu mening Amerika ziyoratimniki sahifxonlaridan birisi. İşte ben bu qatam bu faaliyetinizde Uyg'ur tashkilotlari o'rlashtirmoqda. Biz mantiqa Amerika Uyg'ur birlashmasiga boshqa tashkilotlar o'rlashtirganmikan deb tashlab olganda bu nimangizda Amerikadagi boshqa universitetniki o'zi o'rlashtirgan narsa ishtami? Shundoq desak bo'ladi albatta. Albatta bu yerga qisilib o'tishim kerak. Meniki men o'zim yana bu yerda bir tushuncha bilishimiz kerak. Balkim men Uyg'ur xalqimizga, ya'ni Uyg'ur xalqiga balkim shoir sifatida ham tanishim mumkin. Bu nihoyat oz bo'lib qoldi shoir deb tanısanglar meni. Balkim she'r yozadi, shunda tanishim, ammo men undaqlam emas. Men bir ko'p ishni qiladigan bir kishi deb hisoblasam bo'ldi o'zimni. Men o'zim London universiteti Afrika va Sharq Sharqshunoslik institutining tadqiqotchisi. 15 yildan buyon shu tadqiqot institutida O'rta Osiyo va Uyg'urlarning madaniyat, din tadqiqoti bo'yicha xizmat qilib kelyapman, tadqiqotchi bo'lib. Men masalan G'arb dunyosida, bu G'arbniki akademik sohasida bir tadqiqotchi va akademik sifatida tanilman va mening asosida bu qatimqi shu bu oddiy bir Uyg'ur she'rlari emas. Bu Uyg'urlarniki, ya'ni etnografik, ya'ni milliy kelib chiqishi, she'r va madaniyat asosida ishlangan antologiya ikki kitob bor. Birisi 2023-yilda nashr qilingan Uyg'ur she'rlari, 2000 yillik Uyg'ur she'riyat antologiyasi, ikkinchisi o'tgan yil nashr qilingan Qamoqdagi ruhlar. Biz xabarimiz bor. Bugungacha Uyg'urlarning tarixi bo'lsin, yoki madaniyat sohasi bo'lsin, asosan g'arbliklar, inglizlar yoki boshqa Yevropa millatlari, akademiklar bizga yezib bizga taqdim qilib, dunyoga taqdim qilib kelyotgan. Dahi Uyg'urlarning bu sohada chunki bu kitoblar Elkunning asarlari emas, Elkunning autobiografiyasi emas, Uyg'ur millatiniki. Buni 10 yillik vaqtim sarf qildi. Bu asos xizmat bilan meni Uyg'urlarning madaniyat kimligini saqlab qolish, bu Uyg'ur yozma kitoblarini, Uyg'urlarniki madaniyat, til, barliq huquqlarini himoya qilib saqlab qolish va mushaqda bu yozish, fikr erkinligi bu soatdagi qarindoshlarim huquqini himoya qilish bu soatda ishlab kelayotgan xizmatlarim va akademik ilmiy xizmatlarimga birlashtirilib, mush asosda shu asosligi shu akademiya, ya'ni Amerikadagi oliy bilim yurtlari, masalan Princeton University, Yale University, Harvard University va keyin Amerikaning poytaxti Washingtondagi George Washington universiteti O'rta Osiyo bilimi va shundaqla Amerika yana bir danglik universitet Indiana universiteti, shu universitetlar jami 5 dan ortiq xalqaroliq universitetlarda shu kitob haqida va Uyg'urlarning bugungi duch kelayotgan shu madaniyat jihatdan osmosiyaga duch kelish Xitoy hukumati tarafidan va bu yoqqa
bir məsələ var. Məsələn, ingiliscə bilan bu yoxsa oxşamaydı fərqi. İngiliscədə bunu bu mən sözgən üzün gördünüz bu tema nutqlar leksiyalar against erasure. Yani bu halkı öçürgüçni bilmez go, öçürgüçni erasure deyim. Öçürgüç yok, öçürüp yok etiş Uygurlarning Medine barlıq iznallarını insaniyet yaratkan. Bunu karşı söylenetkan leksiya bu. Yani bu qandaqdır bir medeniyet qırğınçılıq emas bu. Yani Uygurlarni bir insan sifatida yaratgan barlıq medeniyetlerini, medeniyet iznallarının Xitay hökuməti tərəfindən yoxlub etilishga duch kelish, muşun qarşı bir hərəkət degan nemada, degan temada o'sha Uygurlarning she'riyat va adabiyoti va bugungi vaziyatlari mushaqda ilmiy va adabiy shaklda ilib borilgan bir faoliyat. Bu bu faaliyetin jarayonu biraz uzak oldu. Ben şu 3. ayının 22. günü yola çıktım. 23. günü Princeton Üniversitesi okuyatkan iki Uyghur okuvchi, iki kız Uyghur okuvchi şular birlikte Princeton Üniversitesi o'quvchilar uyushmasi tarafından o'rlashtirilgan shu faoliyatga aran o'girib keldim 23 aprel kuni. Shu kuni shu yerda men ham bu yerda yana bir xizmat bor, buni aytishim kerak. 2017-yilning oxirida sizlarning xabaringlar bor, javobsiz qolgan telefon degan bir hujjatli film ishlangan. Shu filmni ko'rsatish va shu yerda Uyg'urlarniki shu 10 necha yildan buyon duch kelayotgan, bizni kechirayotgan irqiy qirg'inchilik ve üzülgüsü medeniyetini yok kılış, veyran kılış. Bu vaxtki film münasebetlik söhbet uğurlaştırıldı. Nayet köp üniversitedeki okuvchilar, muallimler katlaştı. Ve ikinci günü, yani 3. ayının 24. günü saat 12'de Princeton Üniversitesi Şərq Asiya bilimida məxsus şu Uygurlarnınki bütün medeniyet yo'qotishga duch kelishi ve buningdagi Uyg'ur she'riyati ve edebiyatınki kuchi. Mushaqda leksiya berdim. Aş məluqə siz mənə əvvəl bəgən PPT-də işte həmmisi barmı şu Muşunda şu PTT öyrəcət həmisi var. Həmisi təfsili. Həmisi təfsili. Andın keyin mən ötküzüb birey başdan kirəm. Şu temini ko'rsatsangiz bo'ladi. Ko'pincha qarindoshlarimiz inglizcha biladi deb o'ylayman. Aslida inglizcasi bor deyman. Ko'rdingiz shu. Tema shu. Bu albatta bu bir xil tema emas. Masalan, ba'zi universitetlarda shu nimaga shular qiziqadigan temaga moslashtirib, masalan, bu yerda men shimoldagi 3 universitetni tugatib leksiya so'zlab qaytib kelgandan keyin Washington DC'ga Amerika Yoshlar Jamiyatini o'rlashtirishi bilan Washingtonda Washington DC'dagi yaxshi bir joyga markazga joylashgan JF Books deydi. JF kitoblari. Mushu salonda mushu kitobning bo'libmi oxirgi kitobniki, ya'ni Qamoqda ruhlar nomli kitobning qanday yozilganligi, bu kitobning yozish orqa ko'rinishi va meniki shaxsan bu kitobga bo'lgan o'zimniki yozish jarayonida his qilganlarim mushaqda tafsiliy suhbat bo'ldi. Bu suhbat nihoyat yaxshi bo'ldi. Bu faoliyatni shu Amerika Yoshlar Jamiyatiniki Washingtondagi tarmoqqa o'rlashtirgan bo'ldi bu suhbatni. Hem şeri bir nim vardı ya. Hoş geldiniz bir tamam. Kitap hakkında ayrı şu Qamoqdagi ruh degan şu haqida ayrı bir söhbət qılaylı. Çünki bu Qamoqdagi ruh deblar bundan nəhayətli bir tema, nəhayətli bir hazırki bizi bulayotgan Uyğur irqiy qırğınçılığı yaxşı bir mücəmmələşkən yana. İnsanlık ruhininki yani qamalıb qalğanlığı haqida. Kitap haqqında ayrım qılaylı. Yani bu G'arbda ko'ryapmiz, bu she'rni, adabiy asarlarniki qiymati, yozuvchilarning qiymatining naqadar, uning qalam kuchininki quvvatini ekanligiga buni ajoyib hurmat qilganligida. Endi hozirgi savatga men PPT'da ancha-muncha ma'nguz baxtib, bir qadim ko'rib chiqdim. Bunda xil nurg'un mazmunlar bor ekan. Bizning shu burungi tarixlarimiz, shu O'g'iznamadan tortib, Shundoq. adabiy asarlargacha ba'zi tarixiy nimalardan tortib hozirgi shu turmuqqa qamalgan dangliq shoirlar qadar bir millatniki butun
Her qaysi sahne nimeleri mücessemleşken nimekende. Şuna siz hem şu her qaysi kongreslarda yo Amerika kongresinde sözge vaqtınızda asas muş mezmun musun sözge narsalarınız? Yo'q, albatta men dastlab qistirib o'tdim. Hı, Unuslarda so'zlagan leksiyam o'xshashlar bu bir xil tema emas. hı, Masalan, eee, masalan, Harvard universitetida so'zlagan bilan, Princeton universitetida so'zlagan o'xshamaydi. hı, Andan keyin, Andan keyin masalan Amerika hökuməti Kengash palatası bilan bo'lgan suhbat bo'lsin yoki JF Books Washingtonniki bo'lsin o'xshamaydi. Ammo asosliqi bu yerda geladigan bir o'xshashlik bor. U o'xshashlik nima deganda Uyg'urlar duch kelayotgan hozirgi mana shu til, yoziq, madaniyat, urf, odat, din. hı, Buniki uzilgusil Xitoy hukumati tomonidan osmonsiya qilinish va yo'qotilish masalasi. hı, Nadi jiddiy deb qaraldi va mushu hı. gavdlik holda mush nuqta har qanday bir leksiya so'zlagan bo'lay yoki hukumat xodimini uchrashlar bo'lsin, bu nuqta nihoyatda kuchli o'tirib qo'yildi. Yani bu yerde Uygur medeninin 2000 yıllık iznası Mhm. dep kimi koyapsız mı anlamda? Mhm. Yani Uygur medeniyetine hem de neçə min yıl Xitay özünün mədəniyyətinin 5000 yıl deydi biz 7000 yıl 8000 yıl mesela turğulanması orada 7000 yılda var 8000 yıl. Ayda hər xil nimələr var. Müsabət 2000 yıllık iznası dep erişinizdeki sebep nimədir mananiki? Albatta bu detallashliq nuqta, chunki hech qaysimiz u davrda yashab boqmadik bilmaymiz, ammo ilmiy jihatdan akademik soha bo'yicha biz dal faktga tayanamiz. Hı, Bu yer biz kelgan bir manbada, masalan, Mahmud Qashqarniki Olamshumul kitobi Turk tillar divonida Mahmud Qashqari ayni vaqtda mana shu turk tuproqlarini Qashqarniki sirtidagi masalan Mahmud Qashqari shu vaqtda Turk tillar divonida Turpan, bu taraf Uyg'urlarni kofir Uyg'urlar deb olgan. hı, Ya ular o'sha Uyg'urlar vaqtida islomga e'tiqod qilmagan vaqt Turpan e'tiqod Uyg'ur xalqlari bu degan 13-chi asrlardan 14-chi asrlardan boshlab islomga e'tiqod qiladi. Qashqardan Turpanning oralig'i 6-700 kilometr yo'l, uzoq yo'l. Mahmud Qashqari shu o'zining turk tillar divonida butun mana shu shimoldagi Qashqarniki sharqiy, shimoliy va g'arbidagi turk yurtlarining hammasini, turk qabilalarini aylangan, ziyorat qilgan, o'rgangan. hı, Va shu kitobida mushu Oğuznoma va Olib Ertuğrul Afrosiyof haqida tunji qatim hı, yeziq orqali qoldirgan. Bu afsona bo'ladi. hı, Bu yer bir masala bor. Turkiya xalqlari ichida mayli Turkiya bo'lsin, yoki har qanday bir millat, har qanday bir turkiy xalqlar bo'lsin, o'zining tarixini Uyg'urlarning tarixsiz Uyg'urlarniki yezib qoldirgan bo'lib, Mahmud Qashqari yezib qoldirgan turk tillar divonisiz madaniyat sohasida, tarix sohasida hech qanday narsani o'tirib chiqolmaydi. Chunki Uyg'urlar eng qadimki turkiy xalqlar ichida madaniyatlashgan va yezib qabul qilgan, shaharlashgan xalq. Endi bu yerda savolingizga undaq o'ziga kelsak, shu bu yerda biz aniq aytolmaymiz. Masalan, balkim o Xitoyniki 5000 yil, 7000 yillik o sapsata. O sapsata o reallikqa uyg'un emas. hı, 2000 yildan nihoyat uzoq gap. Anglo-sakson, German madaniyati deymiz biz Yevropadagi ingliz va german madaniyatlari. Bular sirf bularning 2000 yil nari borolmaydi. Yozma bir tarixlari. Bu zo'r gap. 5000 yil, 7000 yillik. Gap bu yerda bo'layotgan narsa, hozir Mahmud Qashqari haqida aytdim, Afrosiyof, Olib Ertuğrul va Oğuzxon afson dostonlari haqida aytdim. Bu dostonlar milodan burungi yillar tarqalgan aniq. Ammo hı, qaysi yil tarqalgan hech qanday ma'lumot yo'q. Bizga faqat bor narsa hı, Mahmud Qashqarning ma'lumotidan boshqa bor narsa tosh bitiklar bor, tosh abidlar bor. Tosh abidlar. O hı, Urxun Yinsay vodilaridagi Bili qolganning tosh abidisi. Men 2011-yil shu Mong'oliyaga berib Urxun Yinsay vodisi o'z ko'zim bilan ko'rib, hı. o'rganib kelgan va shu asosida yozilgan Orxun Boyliq safarda bir kitobim bor. 2012-yilda nashr qilingan o'qib olsanglar bo'ladi. PDF nusxasi Uyg'ur el kitobni topa olasizlar, keyin topa olasizlar o'qib ko'rsanglar bo'ladi. Demak,
Bu yerda o'sha biz u vaqt masalasiga Uyg'urlarniki aniq aytolmaymiz. Balkim Alp Ertunga yoki O'g'iznoma balkim buningni 5000 yil ilgari tarqalgan bo'lishi mumkin. 10 000 yil ilgari tarqalgan bo'lishi mumkin. Abdurimjon siz Abdunjun. Aha. Ha. Hmm. Hello. Emde. Anlatam sizni. Anladım. Bir texnik kaşlı bo'ldi bu yerda. Demak, milodidan burunqi milodidan burunqi vaqtlar tarqalgan aniq bu afsonalarniki. Ammo buni Uyg'urlarlam emas, butun Turkiya qabilalar Türkmen bolsun, Türk bolsun, Özbek bolsun hemmisi bizden dep shunaqa bilib bugungi kunda. Ammo buni qaysi vaqt tarqalganligi aniq emas. Hmm. Buni endi albatta balkim boshqa manbalar bo'lishi mumkin tariximiz ilgari surganga. Ammo yoziq manbasida chunki biz faqat mana shu Turpan Idqut Uyg'ur davlati qurilgan yoki bilgi qolganniki tosh abidlar bo'lsin, yoki Turpandan tepilgan mana shu buddizm putuklari mushu mush buddizm haqida buddizm ya'ni mushu shu davr tarjim qilingan parchalar bo'lsin, she'rlar bo'lsin, yozma asarlar, yozma manbalar asosan faraz qila olamiz. Yozma tariximizni odatda milodidan keyingi 2-asrlardan boshlab boshlangan deb tasavvur qila olamiz. Endi demak bu Uyg'ur she'rlari bu haliqi shunga 2000 yillik deganimiz shu bu faqat shu yeziq qo'llangan davrni asos qilgan, ammo uning oldiga biroz surdik, ammo uniki 5000 yillik, 10 000 yillik deyishga biz bu sohada tekshirib tadqiqot ilib berish kerak. Buningga aniqlandi degilib deyolmaymiz. Shunga bu zo'r gap 2000 yillik dunyo xil madaniyatlar, millatlarning 2000 yillik yozma tarixi, adabiyot bor millatlar azam nihoyat az dunyoda. Shuni demoqchi men. Rahmat. Unda o'qib qolsam o'sha leksiyaringizda asosliq mazmunlarni bir qurtunish ko'rdik va PPTda. Nisimiz Harvardda hamda alayda o'shadan leksiya so'zginimizda ko'rdik. Harvardning kutubxonasiga videolarni tarqatdingiz o'zingizga saytlarda. Ana Harvard universiteti dunyoning eng dangliq bilim universitetlarida. Endi bu Harvard universitetida hamda bu nimangizda Amerikalik ziyolilar va yoshlarning Uyg'urlarning madanidan hozir bo'layotgan bu qirg'inchilikqa bo'lgan qiziqishi va yoki Uyg'urlarniki samo solg'an adabiyot sohasidagi she'rga qiziqish qaydaroq bu sohadagi. U yerda Albatta, endi Harvard universitetiga berib bu leksiya so'zlashni o'rlashtirgan Gulnar Aziz xonimga albatta avval rahmat aytaman. Gulnar
Aziz xonimniki tirishchanligi bilan shu Harvard universitetiki til markazida bu faoliyat o'rlashtirildi. Bu faoliyatga shu donliq professor Mark Elliot riyosatchi qildi. Ko'p odamlar qatnashdi. Bu bu universitetda men bergan doklad dal shu Uyg'urlarniki, ya'ni shu Xitoy hukumati yurgizib kelayotgan, hozirgi navbatda yurgizib kelayotgan shu madaniyatni tibti Uyg'urlarning madaniyatini tibti yo'qotish, Uyg'ur she'rlari, qamoqdagi guruhlar va qarshi harakatlari degan temada bo'ldi. Bu albatta, chunki mana shu leksiyadan so'zlab o'tib ketdim. Harvard universitetiniki sobiq direktori Bekov 2019 yili Beyjing borgan vaqtda Abdurim O'tkirniki bir parcha she'risini o'qib, shu o'qish orqali Beyjing universitetida Uyg'urlar ustiga yurgizilayotgan besim, bostirish siyosatlari, irqiy qirg'inchilik va Uyg'urlarning huquqini himoya qilish bo'yicha she'rni o'qish orqali o she'rni dal mana shu Abdurim O'tkirniki shu Hidoyatnoma deyilgan she'rining bir parcha kupleti. Dialog, ya'ni o'zaro kechirish, yo'l qo'yish degan temada. Shu planliq shaklda bo'lgan bu ziyorat shu vaqtda nihoyat kuchli ta'sir qo'zg'agan. Demak, shu men leksiya so'zga vaqt riyosat qilgan Mark Elliot apandim bo'lsin, albatta Harvard universiteti nihoyat to'liq xabardor bo'lib, u yig'in qatnashganlarning hammasi shundoq bu yerda yaponiyalik, turkiyalik nurg'un professor, o'quvchilar bu leksiyaga qatnashdi. Albatta to'liq xabardor. Bu yerda asosliq hamda shu masalan Mark Elliot apandi mush leksiyada bor. Ya'ni Mahmud Qashqari to'g'risida to'xtalamiz. Mahmud Qashqarniki Opalda ayni vaqtda Mahmud Qashqarniki haykali o'rnatilib Mahmud Qashqarniki mazari va shu Mahmud Qashqar uchun selingan bog'cha, hay tarak deymiz, buloq. Buni shu Abdunum rayonluq va Xitoy davlati bo'yicha qo'g'dilgan madaniy yodgorliklar davlat darajalik qo'g'dilgan yodgorliklar tizimiga kirgizilgan. Men shaxsan 2006 yili bundan dal 20 yil burun vatanga borgan vaqtimda Mahmud Qashqarning mazarini ziyorat qilgan. Shaxsan o'zim nurg'un manbalarni o'rgangan shu vaqtda. Keyin mush leksiya so'zga vaqtimda Mark Elliot apandi o'ziniki 2008 yili mush Qashqar Opalga borganligi va Mahmud Qashqarniki xizmatlari, emgaklari va shundaqla turk tillar divanidan to'liq xabarning borligini aytdi. Va men leksiyada Mahmud Qashqarniki haykalniki chiqib buzutilganligi 2021 yili bu vaqtda Erkin Asar radiosining maxsus xabar ishlaganligini haqida mush leksiya so'zlab o'tdim va Mahmud Qashqarniki mazarniki qabriston va Mahmud Qashqar nimga qabrisiga selingan bir masjid bor, bu yerda cho'ng masjid. Bitlar taqilib, buniki shundoq tashlandiq bo'lib ketganligi bu vaqtda ma'lumot berib, Uyg'urlar nima Xitoy hukumatining Uyg'urlar yurgizayotgan bu qirg'inchilik faqat jismoniy, fizikalik qirg'inchilik bo'lmasdan Uyg'urlar tava butun Uyg'urlarning madaniyat iznolari, diniy qabrgohlari, masjidlari, mazorlari, tili, tarix hamma sohalarni yo'qotganligidan iborat bu nuqtani shu leksiyada so'zlab o'tdim. Shu haqda Mark Elliot apandim nihoyat yaxshi ma'lumot berdi va shu Xitoy hukumatining yurgizayotgan har sohalardagi yo'qotish Uyg'urlarning madaniyat kimligi, siyosiy, ijtimoiy sohalarda bu haqda savollar so'raldi shu leksiyada. Nihoyat yaxshi bir suhbat bo'ldi u kuni. Endi bu Harvard universiteti, yani biz Uyg'urlar nihoyatalik faxrimiz. Harvardda o'qibdi. U biz Albatta. cho'ng bilgan dunyo eng e'tirof qilgan, dunyo eng dangliq olimlar yetib chiqqan bir universitet. Bu Harvard universitetinin keyingi kunlarga kelganda Uyg'ur irqiy qirg'inchilik bilan ba'zi bir munosabatlik nimalari o'ttirib qo'yildi. Shunaqa buni hammamiz xabarlarda ko'rdik. Deganda katta Xitoy bu nurg'ulg'an mablag'lar Harvard universitetini ta'minlaganligi, ana kanal hozirgi atalmish
ishg'ol ostidagi avtonom rayonniki raisniki erkin Shundoq. boshqaradi. Yani o'qiganligi, tarbiyalanganligi. degan nurg'ulg'an xabarlar chiqib Hı. yana mushu undaq narsa chiqdi. Mushaq qiladi o'shamda bir savollar yoki bunday bir narsa o'tirib qo'yildimi? Bu vaqtda savollar bo'lmadi, chunki endi ilmiy soha, ya'ni akademik o'rinlar, ya'ni universitetlar nihoyatda obyektiv keladi odatda, obyektiv ya'ni dal masalaning o'ziga, o'z sohasi bo'yicha muomala qildi ular. Bu vaqtda ko'p bu vaqtda bir gap so'z bo'lmadi. Asos bo'lgan savol-javoblar shu, shu Uyg'ur she'riyati, Uyg'ur madaniyati va hozirgi Uyg'urlarniki madaniyatning yo'qotilishi va majburiy assimilyatsiya. Shu haqda ko'proq to'xtaldi. Albatta, endi masalan, Yalda bo'lsa boshqacha bir ko'rinishda. Masalan, Yal Yunusida boshqa bir nuqtadan leksiya bergan bo'ldi. Masalan, avval Jobs qolgan filmini ko'rsatdi, 20 minutlik hujjatli film. Undan keyin shu film asosidagi Uyg'urlarniki boshdan kechirayotgan shu turlik zulmlar Uyg'urlar boshdan kechirayotgan va shunga yondashib bo'layotgan shu madaniyat yo'qotish va shundoqla transnational repression deymiz. Ya'ni chegara halqagan Xitoyning bostirish siyosatlari. Masalan, Uyg'urlarniki atansi oilasidan bo'lgan telefon aloqalarini uzib o'tish va Uyg'urlarga tahdid qilish, chet eldagi Uyg'urlarga bu sohada ko'proq savol-javoblik bir suhbatlar bo'ldi. İşte o qancha universitetda leksiya so'zildingiz siz Amerikada? Shunda bo'lib, shimoldagi 3 universitet, ya'ni Princeton, Yale, Harvard University, bu 3 universitetda shimolda so'zladim. Undan keyin Washington qaytib keldim. 30 mart Washington qaytib keldim Bostondan, Washington DC'ga. Undan keyin 1 kuni nimaga Indiana universiteti olishda shimolda 3, Indiana 4, undan keyin George Washington 5. 5 universitetda leksiya so'zladim va bir kitob salonida ondan keyin Uyg'ur ana til, Uyg'ur madaniyat, Uyg'ur markazida Washington DC, Fairfax'dagi shu Uyg'urlar qurib chiqqan Uyg'ur madaniyat markazida 4-oyning 6-kuni jamoat bilan ko'rishdim. Uyg'ur jamoati bilan shu yerda shu faoliyatlarim haqida ma'lumot berdim va 2 kitobni tanishtirdim. U oraliqda shu kuni albatta bizniki ma'naviy onamiz Rabiya Qodir xonim bilan shu yerda uchrashdim. Jamoat bilan shu yerda ko'rishib, yaxshi suhbatlarda bo'ldik va uningdan bir kun ilgari hurmatlik ustozimiz marhum davlat rahbari, marhum Ziyoli Uyg'urlarning madaniyat, muqom san'atiga alohida tuhfa qo'shgan 1930-yillarning oxirida G'o'jada Uyg'ur madaniyat oqartish sanoat nafsiyani qurgan Qosimjon Qambiriniki o'g'li, sobiq Erkin Osiyo radiosiniki direktori Dolqin Qamri akamizni yo'qladim. Biroz saqsiz bo'lib qopti. Akamizningki teniga sog'lik tilayman har vaqt. Dolqin aka bilan uchrashdim. Rabiya onamiz bilan uchrashdim va shundaqda Sidiq Ro'zi ustozimiz bilan ko'rishdim. Washingtonda chiqib, Washingtondagi asosan shu Uyg'ur jamoatlari bilan, vatanparvar qarindoshlarimiz bilan va shundaq lager shoirlaridan Ziyovuddin Tursunay Ziyovuddin. Yo'q, Tursunay Ziyovuddin. Tursunay Ziyovuddin qarindishimiz bilan uchrashdik. Uchrashib suhbatda bo'ldik va eng oxirida xo'sh bo'yicha desakmi bo'ladi. Oraliqda albatta hurmatli Umar Qanot apandim bilan nihoyat fidokor, shu Uyg'urlarning huquqni himoya qilish, shu davosibimizda mustaqillik ko'rishimiz bo'lsin, insonlik ko'rishi bo'lsin. Men chetga chiqqandim 1999-yili. 27 yil bo'lib eshibdim chetga chiqqili. Umar Qanot xizmat qilayotgan.
Ömer Qanat'la bir qancha qatim uchrashdim. Yaxshi suhbatlarda, əgmək suhbatlarda bolduq. Və şundaqla şu White House, Amerikadakı Aq Öydəki Aq Sarayğa yaqın bir yerdə Uyğur İnsan Hüquqları Quruluşu iş türüniki 9-cu qavatda məxsus işxana bir qavat məxsus xizmət binası var ekan. Şu yerdə biz 20-30 ta qarindoshlarımız şu yığıldı şu günü. Şu yerdə cavabsız qalğan telefon filmini, hüccətli filmini ko'rsatildi və şu yerdə bu filmdeki işlenişinin arka görünüşü gerçi 10 yılga yakın vakit bolgan bolsunmu navbatdagi yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilik. Demek şu vaqtda hech kim bir film ishlamagan, hech kim ochiq oshkora bu irqiy qirg'inchilikning qayerdan boshlab qayerga ketayotganini bilmaydigan vaqtlar. Şu vaqtda men şu 2016-17 yılın başları bu filmning ssenariyini yazib bo'lgan. Film 2019 yılda resmi film e'lingan ve bu filmde ananın rolunu alan hanım Reyhangul Magfurova bu apımızın roşat bolsun. Ötken yıl tüyap ketdi. Aslında şu uzun mezgil Uyghur tiyatrida artist bo'lib ishlagan nayta dağlıq sanatkarımız. Vaqtsiz bizden ketib qoldi. Bu hanım belki sizlar bilasizlar, vatanda ko'rgan balki itotlar bor. Masalan, Harakashning hikoyalarida deymiz, Harakashning chiqadan xonim shu. Nihoyatda yaxshi og'am bu apimiz rolni shunaqa olmiz yerim. Bu film to'g'risida, bu filmning ishlanishi, qanday arkush ishlangan, qanday qiyinchiliklar boshdan kechirganman. Bu yerda tafsili bir suhbat berish, film ko'rish faoliyati bo'ldi. Shuning bilan bu faaliyet 4 ayının 10 günü, 13 April günü boldu. 11 April günü etkende tayyorlig'imni qilib tush bilan poyezd bilan Washingtondan New York'a yetib keldim. New York'ta qarindoshlarimiz bilan uchrashdim. Bo'libmi hozir şu Uyghur Akademiyasıniki Amerikadagi reis bo'lib saylangan uzun yillardan buyon Uyg'urlarning sog'liq, nurg'un sohalarda xalq xizmat qilib kelayotgan doktor Mehmet Emin efendim bilan uchrashdim ve New York'dagi bir qancha qarindoshlarimiz bilan uchrashdik. New York'da burunqidagi Uyg'ur topqil bo'lmaydigan shahar emaskan, nurg'un Uyg'ur restoranlari ichilibdi, nurg'un tijoratchilarimiz, ukollarimiz tijorat boshlabdi. New York'da hali ko'p Uyg'ur restoranlari ichilibdi. Jumladan bir qancha Uyg'ur restoranlariga bordik. Bu Manhattandagi Tangartog' restoranda bir kun tushda bir tamoqda bo'ldik. Nihoyat ahamiyatli qisqa bo'lsa-mu 2 kunimni New Yorkda o'tkazib 3 ayning yo'q 4 ayning 12 kuni kechning aeroplanda yo'lga chiqdim. 13 April tush bilan Londonga techaman qaytib keldim. Ben mush munosabatlarni qistirib o'tdim albatta. Mush meniki ben dastlab taklif qilgan vaqtda har davribdiman ham faoliyatga, ammo 22 kunning ichida jami 10 ga yaqin faoliyatlar qatnashibdiman. Oson emaskan. Oson emaskan, nihoyat ko'p o'zimni charchadim, ammo şu faoliyatlarning yaxshi o'tishi uchun, muvaffaqiyat bo'lish uchun ko'p tirishchilik ko'rsatdim. Bu tirishchiliklarni ko'rsatishim ancha muhim, ammo bundan muhimlari mayli men Princeton Universiteti bo'lay, Yale'da bo'lay, Harvardda bo'lay, yoki Washington DC'da bo'lay, Indiana'da bo'lay. Indiana'da masalan bizning G'ayratjon Hollandiyadan kelgan, Londonga kelgan G'ayratjon nihoyat yaxshi kutib oldi. Mark Polo restoranining sohibi va bu xizmatlarni Indiana faoliyatlarini yaqindan qo'lladi. Bu şu seprim jarayonida menga yordamda bo'lgan, bu şu safarlarning, bu faoliyatlarniki muvaffaqiyatli bo'lish uchun kuch chiqargan qarindoshlarimizga, do'stlarimizga va tashkilotlarga albatta ko'p rahmat aytaman. Ularniki yordamsiz albatta ko'p qiyinchiliklar menga kelishi mumkinti. Chiqib qarindoshlarimiz har yerda bo'layli, har shaharda bo'layli. Amerika bir cho'ng davlatga. Nəhayət çox. Avropaga oxşamaydı endi. Bir yerdən bir yer meniş qılma aeroplanımız 3 saat mağdı ekanmiz. Mush qarindoshlarımızga, do'stlarimizga alayda minnatdorligimni bildiraman.
Rahmat. Endi siz bu qator Amerikadagi har qaysi Uyg'ur jamoati bilan ko'rishyapsiz. Hammamiz nihoyatda obdan qizg'in kutyapti. Suhbatlarni o'rlashtirib turib, uni ko'rdik Facebook sahifalarimizdan. Endi siz Yevropaning mana xela ko'p davlatlarga berib, Uyg'ur jamoati bilan ko'rishib keldingiz. Germaniyalik bo'lsin, Gollandiyalik keldingiz, Angliya, nima endi Amerikadagi Uyg'urlar bilan Yevropaliklar o'zingiz turadigan bir asos Angliyani misol qilaylik-da endi. Angliya. İkincisi hem Angliya, Amerika dünyadagi eng super kuchlardan birisi. Dunyoning siyosiy markazlari degandekda. Ikki yerga selishtirgan vaqtda Uyg'ur jamoatlari haqida qanday farqlarni, anakini xalqimizniki, o'zimizniki da'vosi qiziqish maqsadida haqidagi o'zingizning bir tushunchalar qaydaroq. Bu Amerika Baraka bir savol sordingiz. Endi bir yak bag'andagi 20 kun turib, u bir ya'niki engini jingini tafsilotlarni bilishimiz tez to'xtaydi. Men masalan hatto bir olimimiz kelgan Londonga kelib, 15-20 yilning oldida 3-4 oy yashab Londonda Uyg'ur bolalar deb bir qo'shiq yozgan ismdi bor. Gap nereye o'tmayamda kim to'g'ri deyotganini sizga ayon. Demak, shu o'g'limiz men Amsterdamga berib, u 15-20 kun yashab Amsterdam to'g'risida u yer jamoat to'g'risida fikr bayon qilolmayman. Agar fikr bayon qilsam to'g'ri bo'lmaydi, ammo men yuzaki his qilganim Hadi ismini atab ketdingiz emasmi? Bizniki sarfimizdan ko'pincha ko'rishyapsiz. Paranglashgan vaqt ancha muncha bu yerdan paranglashib ozroq bir narsa his qilib bo'ladi-da, shu o'zingiz albatta shu mening yuzaki his qilganim. Yuzaki his qilganim albatta Amerika haqiqatan land of opportunity deymiz inglizcha burun tortib kelayotgan narsa. Hozir mening his qilganim shu Amerikada haqiqatan fursat ko'pkan. Agar Uyg'urlar tirishchan xalq, agar tirishib ishlasa, bo'lma til o'tib, inglizini yaxshi bilib ishlasa, albatta nihoyat tez rivojlanadi. Shunday fursatlarni aytib ko'pkan Amerikada. Cho'ng Amerika, cho'ng davlat. Ammo boshqa sohalarda Uyg'ur jamiyatlari o'zim boshida men ko'p ma'lumotim yo'q desam bo'ladi. Albatta bir qancha tashkilotlar bor ekan. Washingtonda faoliyat qilayotgan. Men shaxsan faqatlam ko'chkinim shu ikki tashkilot desam bo'ladi rasmiy shaklda. Ya'ni tashkilot demsakmi bo'ladi. Chunki u Uyghur Human Rights Project u faqat Uyg'urlar inson huquqlarini tadqiq qiladigan, ya'ni tadqiqot markazi u. Ya'ni tadqiqot markazi desak bo'ladi endi. Endi tashkilot desak u Uyg'ur ona tili maktabi, Uyg'ur markazini tashkilot demaymiz masalan. Ammo bu yerda qanday tushuntirishim kerak sizga? Men 27 yil bo'ldi. Bir bal to'g'risi 27 yoshga kirdi albatta. Men Angliyada yashayotgan G'arbda nurg'un ishlar beshimizda o'tdi, nurg'un ishlarni tunidik. Albatta men Amerika borsammi, men Amerikada tuydiganlar ko'p, bilma. Tuydiganlar ko'p. Ko'ngli tortib, bir piyola choyni quyib, qadrimni, hurmatimni qilib, meni izlab, tep ko'rishgan qarindoshlarim alayda rahmat aytaman. Masalan, jumladan Shohrat O'shur. Shohrat O'shur shunday yaqin turdi. Hech bir 2 kun bir deganda yol qo'yib qo'ymadi. Masalan, Washingtonda 13 kun turdim. Ko'pincha Shohrat O'shur bilan, andan keyin nima bilan, andan keyin shu endi shu Washingtonda bir qancha qarindoshlarimiz bor. Shular bilan nihoyat yaqin suhbat bo'lib, nurg'un ahamiyatli kunlarni beshimiz o'tkazdik deb o'tkazdik. Shunday ahamiyatli bo'ldi. Boshqa masalan bilmadim har kimniki balki vaqti to'g'ri kelmagandi. Biz masalan nihoyat Amerikani sirtib anglaymiz, palon yo'g'on odamlar bor deb anglayotganmiz albatta. Palon insonlar bor deb. Qarsini ko'rmadim. Belki aldirashdi. 13 kun turdim, ko'rmadim. Agar men Londonda sharoitda birisi Amerikadan biroz kelib telefon qilib, yo bir izlab albatta men oldiga berib ko'rishim shunday. Ham shunday qilgan burun. Men bu qatim ko'rmadim ularni, hech qaysini. Shu boya tashkilotlar to'g'risida Amerika Uyg'ur jamiyati deymiz, bular kim uni men bilmayman, balki yoshlar ko'proq deb angladim. Shu ahvolimiz shunchalik ekan. Har roz Ablajon Laylaman ataytan Amerika sirtidan kelib men bilan ko'rishishdan xush bo'ldim. Ablajon obdan turibdi, Ablajon Laylaman. Ondan keyin
nima shu Uyg'ur madaniyat markazida albatta ko'rishdik, radiodagi do'stlarimiz bilan ko'rishdik, do'stlar bilan Asad deymiz. Eee, Asad, andan keyin nima Mamat Tursun, eee, bir qancha do'stlarimiz bilan ko'rishdik, nihoyat yaxshi suhbatlarda bo'ldik. Andan keyin yana men asosan shu Firefox, Arlington taraflarida ko'proq turdim. Nimada yana Uyg'ur restoranlari ko'payib ketdi. O'shani deshiga. Bir kuni bir yerga boramiz, do'lan boramiz, bir kuni boshqa yerga boramiz, bir kuni otish restoran deymiz. Restoranlar ko'pkan. Turkiyadan ko'p Uyg'urlar beribdi. Ko'p Uyg'urlar beribdi. Hammizniki sharoit asosida yaxshikan, yana ish fursi ko'pkan. Ishsizlar chidab ishsizlar o'ziga jinni gulda qilib baqalaydi ekan, fursat ko'pkan. Bu tarafini biz Yevropada bundaq fursatlar asosan tezroq ish nimasi jiddiy ham Yevropada odam ko'p, kichik. Amerikada bundan qaraganda fursat ko'pkan, ish fursati ko'pkan. Uyg'ur tashkilotlariga kelsak, shu vaziyat shundoq ekan. Bu yilqi balkim bilmadim, balkim bir yil yashab ko'rsak, balkim texim yaxshi bilishimiz mumkin. Unda desak ham siz degan dastlab deb o'tdingiz bugungi suhbatda. Masalan 5-10 yilni oldiga qaraganda Uyg'urlarda albatta biz ko'rib turyapmiz eg'ir, sus eg'ir, Uyg'urlarniki bir yerga to'planishi, jamiyatlashi buningmi ta'siri, ro'shan ta'sir etadi deb qarayman. Ammo men shunga yana ishonaman. Bu Uyg'urlik ruhi, bu Uyg'urlik, bu madaniyat, bu o'rtoqlik, til, din ham jihatlardan hech bo'lmaganda har davlatlarda bir markazlar bor. Ana til maktablari bor. Hali ham umidlik. Ammo bizni o'ylantirdig'ini keyingi bir avlodda 20-30 yil ozroq vaqt emas. Keyingi yoshlarimiz qanday yashaydi, Uyg'ur bo'lib yashamdi, bir yerga yashamdi. Bu ham bizni hozir o'ylantiradigan muhim va jiddiy bir masalaning biri ekan degan nuqtaga kelib qoldim. Rahmat. Endi mushu nimadagi parlament nimasiga berdi? Aslında Amerika parlamenti baş palatasida leksiya so'zildi dedingiz. Bu yer kimlar bilan ko'rashdingiz? Bu so'zlagan leksiyalarınızdaki qaysi mazmunliroq leksiyalarni berdingiz? O'sha yoqda ozroq nima qilib, siyosatga ozroq kiraylikda hamda. Bu haqda albatta Buni kirsak oldin bo'ladi. to'xtashganmi yo Kirsak bo'ladi. Ammo qisqalam o'tib ketay. Qisqalam aytib o'tib ketay. Men shu Amerika Kengash palatasi Xitoy ishlar komitetininki taklifi bilan 2026-yili 4-oyning 8-kuni 1:30dan soat 3gacha 1:30 soat 8 xodim kirdi. 8 xodim bilan yumloq ustida suhbat qurib, Uyg'urlarning hamma sohasi bo'yicha turmadagi Uyg'ur yozuvchilar bo'lsin, shoirlar bo'lsin, Uyg'urlarning huquq masalasi bo'lsin, irqiy qirg'inchilik masalalari bo'lsin, osmon masalalari bo'lsin, bu sohada turli savollar bo'yicha, hatto o'sha muhojiratga, diasporaga Uyg'urlarning ahvoli haqida ahamiyatli suhbatlarda bo'ldik. Asosan savol-javob shaklida bo'ldi va o'zimning qarashlarini o'tirib qo'ydim. Men ishlab kelayotgan xizmatlarni o'zimning sohasi bo'yicha jumladan ham shu O'rta Osiyo bo'yicha vatandagi bo'layotgan voqealar bo'yicha tafsiliy shaklda savol-javob shaklida 1,5 soat suhbatlashdik. Rahmat. Endi siz bir shoir, shundaqla faoliyatchi, Uyg'ur kishi faoliyatchisi nimada deb beryapsiz. Endi siyosiy minbarlardan so'zlayotgan nimangiz Angliyadagi nimalarni ko'rdik. Masalan, degandek, yana bu qayerda masalan maxsus shu Uyg'urlarning adabiyot, san'at, madaniyat jihatlarida mana universitetlarda suhbatlarni berish orqali yani adabiyot, yani ortizgan nimalarni ko'rdik, Uyg'urlarning kultural kimligini aks ettiradigan buyumlar ham turibdi.
Yani muş orqali yana Uyg'urning hozir navbatdagi kelgan zulm, yani Uyg'ur irqiy qirg'inchilik anglitishning unumi boshqa usullarda, masalan, namoyish va yoki yig'in aytish va yoki nima qilgan vaqtida qanday bir farqliliklar bo'lganligini his qildingiz? Albatta farq zo'r bu yerda. Chunki bu bir ilmiy xizmat, yani bu yerda bir nuqta dastlabda siz deb o'tdim. Men bu qatimqi bu Harvard universitetiga qilyapmiz bu yerda. Princeton universitetiga qilyapmiz. Men bir akademik sifatida bordim bu yerga. Shunaqa. Akademik. Chunki bu qiz nima shoir emas ya dedi. Men xalqni tilini faqat shoirlar emas, men bir ham akademik, bir ilmiy bir xodim. Bu nuqta bo'lsin qilindi. Chunki men bu yerda e, bu halqa uzun yillar olib borgan xizmatlar. Şoňa buniki roli zor. Albatta meniki yaxshi qila olganim, yaxshi qildim deb qarayman. O'zim olib borayotgan tadqiqotlar bilan va yozgan kitoblar bilan Uyg'urlarninki bugun boshdan kechirayotgan zulmlarni va irqiy qirg'inchilik, madaniyat qirg'inchilik desak, bu madaniyat qirg'inchiliklari bu sohalardagi ahvolni o'zim ishlagan xizmatlarim bilan birga yo'rita oldim. Albatta men bu yerda men siyosatchi sifatida yuritdim demayman. Chunki men bir akademik, bir ilmiy xodim bo'lib sifatim bilan buni yuritdim deyalayman. Ham yana bir nuqta bor bu yerda siz bilmagan. Men Xalqaro qalamkashlar Uyg'ur markazining raisiman. O'tgan yildan boshlab. Meniki mana shu dunyoda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qurilishidan ilgari, ya'ni 1921-yili Londonda qurilgan Xalqaro qalamkashlar jamiyati bor. Bu jamiyat xalqaro insonlik kitobnomasiga asos solgan dunyodagi eng chong tashkilotlarning birisi. Ya'ni dunyoda fikr erkinligi, yozish erkinligini himoya qilish. Keyin shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xitobnomasi shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 1945-yilda qurilganda shu tashkilotda ilib qo'llanilgan va bu tashkilotning tarmog'ida 140 dan ortiq dunyoda yozuvchilar jamiyatlar bor. Jumladan bu tashkilotni albatta shu sharaf bilan minnatdorlik bilan esga olishimiz kerak. Rahmatli Kurash Ko'san apandim 2006-yili Shvetsiya bu jamiyatni qurgan. Shundan boshlab bu jamiyat o'zining faoliyatlarini olib beryapti, nurg'un xizmatlarni olib kelyapmiz va bu albatta bu jamiyatning tili ham Uyg'ur tili. Albatta, ammo sahnadagi tili ingliz tili. Chunki yana Uyg'ur adabiyoti she'riyatiniki xalqarodagi ingliz tilida anglitilishi bilan esak bo'ladi. Bu nurg'un ishlarimiz, masalan, siz Yevropa uzun muddat yashagan nurg'un sistema bizda bir ijobiy moslashish, ya'ni positive integration bu jarayonda Uyg'urlar to'liq besib o'tamidi. Buning uchun albatta til o'tkazish kerak, shu o'qish kerak. Shu saviyaga yetish kerak. Bu xalqaro jamiyatlarning ko'pincha shunday bo'ladi. Shunga bu yerda bizniki masalan nimishqa siz o'ylaysiz? Shunday ko'p xizmatlarni qilib ajab Uyg'urlar bilmayotganimiz uchun birinchi vaqtimiz yo'q. Ikkinchisi biz qilayotgan ishlar Uyg'ur tilida bo'lmaydi, ham ingliz tilida bo'layotgan ishlar o'zingiz ko'rib turibsiz. Masala bu yerda. Shunga bu bir tarafı nuqtaning. Yana biz men deganim bu yerda mush xizmatlar, masalan, xalqaro qalamkashlar, masalan, Uyg'ur qalamkashlar markazi shu jamiyatning tarkibi va buningda balkim Uyg'urdan qilinib boqqan a'zolar yo'q. A'zolar nimada yo'q? Angliya jamiyatida yo'q, Amerika jamiyatida yo'q, ya'ni English Pan, ya'ni Pan America. Eng chong tashkilotlar bu. Şey kirishimizning o'zimi shu Uyg'urlarning ovozini, Uyg'urlarning irodasini, Uyg'ur adabiyotini, Uyg'ur tarixini, Uyg'urlarning yozish fikri huquqi buni talab qilish, buni shu kun tutib turish. Shu bu nurg'un xizmatlar bor aqsabda. Buni hammani masalan yo'q aytib qo'ydim, xil ko'p jarayonlar kerakda buni. Endi yaxshi Yevropa tug'ilib o'sgan yoshlarimiz deymiz, yoshlarimiz ko'pincha ingliz tilini biladi, ko'pincha tushunyapti bu ishlarni. Bu chunki albatta dunyoda davlatlar muhim. Uyg'ur uchun mustaqillik hammadan muhim. Ammo xalqaro tashkilotlar qatnashish, xalqaro jamiyatlar, ijtimoiy jamiyatlar bilan birlikda mengiz bu nihoyat muhim. Bu Uyg'urlarning yumshoq kuchi. Bu kuchni joyida biz o'z vaqtida munosabat tashkilotlar orqali buni o'zimizning mavqesini, o'zimizniki borlig'ini olib chiqishimiz kerak, tunishtirishimiz kerak. Rahmat. Bu xizmati.
Rahmat. Shu laqas dediniz, o'zingiz Uyg'ur qalamkashi jamiyatining raisiniz, shundaqla dunyo qalamkashi a'zosidan shundaq-ku, Shundoq. o dunyo qalamkashlar jamiyatida yolg'iz siz bir a'zomi yo Uyg'urlardan boshqa Uyg'urlar ham bormi? Yana gapini yaxshi tushunmadingiz. Sizda. Hmm. Men xalqaro Uyg'ur qalamkashlar markazi to'liq ismi Xalqaro qalamkashlar Uyg'ur markazi. Ya'ni Hı, tabiiy biz 141 tashkilot ichidagi bir tashkilot Uyg'urlar vakolati xalqaro qalamkashlar tashkilotining ichida. Bu hı, xalqaro qalamkashlar tashkilotiniki hamma davlatlarda tarmoq cemiyetlari bor. hı, Masalan, Hollandiyada bor, Germaniyada bor, Fransiyada bor. Cümlede Angliyada ve Amerika'da bor. hı, Angliyadagisi English Pan, ya'ni Angliya yozuvchilar jamiyati. hı, Amerikadagisi Pan America, Amerika yozuvchilar jamiyati. hı, Ammo bu ingliz tilliq bu ikki davlatniki, Amerika va Angliya dunyodagi super kuchlarning birisi. Bularning yozuvchilar jamiyati shunday kuchlik. hı, Bir narsani yozsa, yana bir davlatga ta'sir ko'rsatadigan darajada bularning qalami. hı. Bular ta'siri. Mushu ikki tashkilot ishlatqi men a'zo demoqchi bu yerda. Ular meni Amerikada o'tgan yil taklif bilan a'zolik qabul qildi. Angliya jamiyati 2023-yilda jamiyat qabul qilgan a'zolikqa. İşte onu muzaqatdan qilsin xizmat shu Amerikadagi butun faoliyatingizni o'rlashtirib nima qilib berganlar mush tashkilotda ishlab Bütün demeyiz, mana bir narsa bütün diyemeymiz. Bakla Washington bir faoliyatına sahip çıktı. Kalgan narsani, yani ben şu katlamlık. Hmm. Ben bir şair, Hmm. ben bir Uygur, ben bir akademik, ben bir faaliyetçi. Yani kalem yazışlar sahası bu için. Bu sahalarımız birlikte köp katlamlık şekilde bu 13 meydalı faaliyetini şu uğurlaştırdı. Yani nime akademik saha ve yazışlar sahası andaki özümüzdeki dostlarımız, şu onu işleyotgan Washington qarindoshlarimiz bunday şekilde oldu. Hmm. Ama bir yerda Hmm. bir Uyg'ur tashkilotlar tarafından o'rlashtirilgan desangiz bu unda ishlar bo'lmadi. Unda shu bu yerda. Yani o'zingizning shu yani akademik Ha, shundoq. bu o'rlashtirgan bu bir cho'ng bir g'alabada Shundoq. endi. Sizlar bilan hozirgacha qaysi kitoblarni yozganlar shu yaqinda nashrdan chiqqan shu qamoqdagi ruh degan kitobingiz ham ingliz. Qaysi kitoblarni yozdingiz deganda dastlabdan deb o'tay, men jami hozirgacha yozganim 3 kitob yozdim. Hmm. Birinchisi, men shu 2001-yil ingliz tilini o'qigandan keyin 10 yil shu akademik saviyagacha inglizcha o'rgansam uyg'urcha yozmayman deb va'da bergan. Uning 10 yili ketdi. 11-yilda Mong'oliyaga bordim. 1 yildan keyin el deb o'tganimdek O'rxun boylardan nima Donay daryosidan O'rxun boylari safar degan kitobni yozdim. 50 kitob to'g'rida olasizlar. Bu Hmm. mening tunji uyg'urcha yozgan kitobim. Buningdan burun albatta mayli vatanda bo'lay, yo Germaniyadagi vaqtimda bo'lsin, masalan men Germaniyadagi vaqtimda mana shu 1999-yilda 2001-yil Hmm. Istiqlol gazeti va Sharq Turkiya yoshlar jurnaliniki muharrir bo'lib ishlagan. Shu vaqtlar esinglarda bo'lsa, Uyg'ur Azizi deb bir ism uchraydi. Gazetning oxirida qarasang Turg'unjon Alovdon, Farhod Muhammad, Uyg'ur Aziz deb uchraydi. Shu Uyg'ur Aziz men bo'laman. Hmm. Ben bu qalam sohasiga butungi fikring kishi emas. Men vatan vaqtimdan tortib, 10 necha yil vaqtim tortib men yezib kelgan ko'pincha ijodiyatlarim xabar va she'r bilan boshlangan. Keyin tunji kitobim 2011-yili nashrdan chiqqandan keyin 2023-yili Uyg'ur she'riyat antologiyasi inglizcha Everyman's Library, ya'ni Angliya podshohlik yozuvchilar jamiyati va Penguin Random House tomonidan birlikda nashr qilindi. Nihoyatda ko'p tiraj bilan. Undan keyin bu deganimiz mush kitob deganimiz 2000 yillik Uyg'ur she'riyatining tarixi degan kitob shu. Hmm. Undan keyingisi 2025-yil o'tgan yil 11-12 nashrdan chiqqan qamoqdagi ruhlar. Xo'sh, unda Bu jami o'zim 3 kitob bo'ldi. Yana birisi Chiman qush deb. Meniki vaqtimning yo'qligidan o'zimning she'rlar, o'zimning bir she'r albomim yo'q. Nimishqa? Millat irqiy qiyinchilikka uchrayotidi, madaniyat qiyinchiligiga uchrayotidi. Men Uyg'urniki va millatniki yozgan nurg'un xizmatlari bor. Mening o'zimning asrim, o'zimning ijodiyatim muhim emas. Muhimi millatniki. Buni tushunib berib 10 yillik vaqtim shundan ketdi. Rabia onamizning shunday bir esli gapni qildi. 4-oyning 6-kuni shunday unutmayman. Rabia onamiz shu gapni qildi.
so'zlab, "Balam, men sizni tabriklayman. Men sizni bak yaxshi ko'raman. Men sizdan mana shu 10 yil sarf qilib, mana shu Uyg'ur nomida ishlangan 2 kitobingizni mana shu ingliz tilida yozib dunyoga taqdim qildingiz. Men sizni tabriklayman bu xizmatlaringiz uchun. Siz yaraysiz" dedim. Deb, ondan keyin siz boshqalardek deydi, boshqalardek. O'zingizning tarjimonligingizni yozmadingiz. Hı. Hadingizni to'g'ri yozmadingiz. Apingizni to'g'ri yozmadingiz. Siz millatniki ismi Uyg'ur ismini ikki kitobni yozdingiz. Tabriklayman dedi. Tushundigan mushtaq onamizdek nurg'un yosh qarindoshlarimiz tushundiki ishlarni. Albatta. 10 yil shu vaqtim bilan ketdi. Nurg'unlar so'radi, "Yig'inlar sizdan shu she'r to'plamingiz bormi?" deb. Yo'q. Uyg'urcha faqat tor bitim bor, Alkin to'ri. Uning bir qancha she'rlarim bor, ammo kitob shaklida yak Uyg'urcha, yak inglizcha bir to'plam nimishqa vaqtim yo'q. Vaqtim bo'lmadi. Hozir yana bundan keyin bu ikki kitob tugatdim, yana buni yana vaqtim yo'q. Yana kitob turib uchrata yozadigan yana. Unda Osmonda mushu. Gapni oxiri qila olay shuning bilan. Hı. Ammo bir Amina Sadaf deb qarindishimiz Istanbuldan o'zi tanlab men sizning she'rlarni tarjim qilib turkcha Chiman qo'sh deb tarjim qilib she'rlarimni 100 parcha yaqin she'r o'qdim, 60-100 parchami. Turkiyada bir she'r to'plam turkcha nashr qilindi Chiman qo'sh. Ammo chuqur nashr qilaman, vaqt masalasi, vaqtim yetib qolsa balki 5-10 yil ichida yetib qolishi mumkin. Albatta bir qancha to'plamda Uyg'urcha va ingliz she'r to'plamlarim va keyingi vaqtlarda balkim autobiografiya deymi tarjimalar hammasi kitobxonlar bilan yuz ko'rishi mumkin. Rahmat, rahmat. Unda sizlar mush yozgan kitoblaringiz haqida ayrim bir suhbat qilaylik. Buni ikki narsani eng diqqatim tortgan birisi hurmatli birlashib chiqqan bir imbadani qismi. U Shunday. qamoqdagi ruh. Qamoqdagi ruh deganimiz ham hozirgi vaqtda biz asarlarni ko'p o'qiydigan nurg'ulg'an shoirlarimiz bor. Shunday. Shoir bir millatning ruhini uyg'otishda, bir millatniki eng sarxillar insonlardan-da. Ya'ni bularmi xalqimiz tarafidan unutilib ketyaptildi. Mushta mazgilda, ya'ni mushta biz choyxona suhbatlarini qilish orqali shularning asarlarini xalq tunishtirishlar bilan shularningki qisqacha nimalarini tunishtirib bir keyingilar uchun biraz qoldimi saqlamaysiz maqsad yozgan narsalaringiz shu asos chet elliklarga tunishtirgan narslaringizda. Aslida men shu kitob haqida suhbat avtor nima deydi deb mush diasporadagi mush kitob yozayotgan qalam sohiblari bilan o'zimmi kitobni o'qiyman. Chet elda chiqqanlar Uyg'urcha kitob olib qolsa, ikkalama o'qiyman. Hem bu kitobni men shu Gollandiyada har yili chiqqanim yarmarka bo'ldi. Yarmarkaga shu o'zim o'qigan kitoblarni tizib xalqimga tunishtiraman. Bu meniki yillar Shu xizmatim. Yani misal. Bu bizni bu yozuvchilarimiz kitobni hem shu yozgan kitobni o'qidim, bir ekranga chiqib bir suhbat qilaylik. Men shular sizlar bilan shu kitob haqida bir o'rtoqlashay desam, ba'zanlar shu har xil bahona bilan bu narsani endi bugun sizdan endi nimangiz qildim, sizlar bir boshlaylik, yana bir qatorliq programmada sizning kitoblaringiz haqida bir to'xtalaylik. bo'ladi. Men sizni xabardor, men siz nihoyatda ko'p fidokorlik ko'rsatyapsiz. Nurg'un kitoblarni kitob yarmankasi qilib, bozorlarda endi Gollandiyada qarindoshlarimiz ko'p nihoyatda ko'p faoliyatlarni qilyapsiz. Xalqimiz rozi bo'lsin. Shunday qilaylik, keyingi suhbatda kitoblar to'g'risida maxsus suhbat o'tkazaylik. Albatta xalqimiz tushunishi kerak, bilishi kerak. Mush fursatda yana o'sha oqimli bot tizib qo'yganda olib keldim. Bu kitob birinchisi mana Uyg'ur she'rlari, Uyg'ur poeziyasi degan kitob mushu 2000 yillik Uyg'ur she'riyati. Qisqalab ko'rsatib o'tay. Buni oqiga masalan mana ko'k bayroqning rangida raqssiz Viktorian shaklda ishlagan kitob bu. Ondan keyin buni ikkinchisi mana deb o'tgan Chiman qo'sh turkcha. Amniya tarafidan ishlagan kitob turkcha. Tercih konu rahmet şu Amine ismini nihayet ki fidakarlık göster. Kitobdan tarjim qilib. Üçüncüsü benim abi. Qamoqdagi ruhlar. Bu qattiq muxolif nihayet hajmi cho'ng tarjimalar hammasi bunida Abdullohning tarjimali butun nimada masalan bu yerda birini ko'rsatadi. Masalan, qachon mana. Aslida Gulsan Gulxon. Demek sizga Abdurimjon taklif shuni qilsangiz Amazondan sotib ola olasiz, kitoblarni sotib oling, bo'lib Uyg'ur
Uyg'ur she'rlarlar maktabini qilib bu Gollandiyada Yevropa bo'yicha ingliz tilini qaysi davlat eng ko'p qo'llanuvchisi Gollandiya. Gollandiya eng yaqin Angliyaga. Aralab pek yaqin davlat bu ikki davlatniki. İngliz tili bilmaydigan odamlar yo'q Gollandiyada. Mana shunday kitoblarni nima qiling, qarindoshlarimiz olsin, o'qisin albatta. Men bu Shuni qadim istim oldimizda 5-chi ayninki 9-12 Gollandiyada yana Yevropa Ma'rif jamiyatda Uyg'ur o'tkazdi har yili chiqib qatimda. Bu qatim diaspora kitob yozgan, turk, inglizcha, arabcha kitob yozganlarni ikkitani hammasi olib keldim Turkiyadanchu. Bizim Uyg'ur kitobdan tizsak hamda xalqimiz yaxshi obda ep beryapti. Evet, to'g'ri, to'g'ri. Jazakalloh rahmat. Bir ikki kitob olsimi, olsimi bolalar farzandlari uchun ilavasimi shundan qo'shulaman. Kitap qilmay bo'lgan kitobchi bo'lgan ekan taqtimiz maqsadimiz shuda millatning nimasi xalqimizni bizni deb yozadigan bo'lgan ekanda. Endi bu Karimishga keldiganlarning turklar va gollandiyaliklar va boshqa millatlar va arablar va degandek. Bular kitoblarga varaqlab baqidi. O'qigan kitob yo'qmi degandan keyin bu qatimliq yarmarka hamma kitoblarni, masalan, Abdulkim Idrisning yozgan kitoblari va boshqalarning kitobi Tayyor Ahmad Izgulning yozgan kitoblari keldim. Bundan keyin men hamda bu diaspora Uyg'urlar yozgan kitobning boshqa hamma tillarniki ekilib ingliz chiroyli o'zim olim setib yozgan kasha tunishtirib qo'yib olaman desam mana Amazonda bor. Deb ishda bir tashviqotni qilib qo'yay deyapman-da. Bek obdan qilib chunki biz masalan burun inglizlar g'arblar yozib beradi bizga. Hozir bu yaqinqi mana shu 10 yilning ichida nihoyat bir yaxshi boshlash bor Uyg'urlar. Nurg'un kitoblarni Uyg'urlar tarafida o'zimiz yozgan kitob bilan Uyg'urlar tarafida o'z yozgan kitob bilan u boshqa millatlar bilan osmon zum farq bor. Bu kitobga kirmayman. Albatta kitobning 35 qismi deydigan deb bo'lgan kitob mana. Xitoy necha 10 yillardan buyon Uyg'urlar tarixini qomus qilib bitgan bo'lsa, men mana qomus qilib bityaptim Uyg'ur tarixini. Deydigan gaplarni deb bo'ldim shunda. Bunday gap. Kitap kelchi. Abadiy saqlangan narsa bu. Nima bor? Men mana bilmayman biroz gap deganda. Chiqib. Ko'rib chiqin. O kitap Amazondan nima qila olasiz? Men albatta bir fursat bo'lib qolar, shuna bir uchish xiyolim bor, bir arliq bir vaqt fursat bo'lsa, Gollandiyadagi qarindoshlar bir uchrashqim bor. Keyin bir vaqtim so'zlashamiz yana. Men bir qatim borgan ma'rif darniki yangi eptikan shu vaqt 4-5 yil oldida Osiyo bir qancha yillar borgan to'q. Bek cho'nkan u ya. Yangi ep turibdi ekan hozir shu ya. texnik cho'nimiznikni. O'sroqda. Suhbatimiz obdan bir suhbat bo'ldi. Yangicha o'zgacha choyxonada erkin bir suhbat. Illa biz bu choyxonada siyosat, munozara har xil shaklda emas, Uyg'urlarning adabiy san'at mushtaraflaridami kim shu leksiya bersa xohlasa taklif qilamiz. Hammadan u cho'q. Uyg'ur choyxonasiga har bir Uyg'urniki mana sen bo'ladi. Mayli kitob haqida bo'lsin, mayli haqida o'qib qolsin, qilayotgan faoliyatlar o'qib qolsin, xalqimizni ma'naviy boyligini qilishi bunda birasiga roli cho'ng hamda. Yana sizmi o'zingizning tunji qatim bir akademik sayt kitoblaringiz yozib, shu o'zingizning soyada xalqlarni diqqatini tortib, mana Amerikaga borib, nurg'ulg'an universitetlarda, Amerika Kengash palatasida Uyg'urlar haqida leksiya so'zlab, o'zingizniki bir ziyolilik burchingizni ado qilibsiz. Bu o'zingizniki o'zingiz xos tafakkuringizniki qudrat ostida qalam kuchingizdan ro'yobga chiqqan asarlaringizniki sizni tunishtirishda, millatimizni tunishtirishdagi bir xalqaro munbarlardagi erishtirishga cho'ng bir sharaf olib keldingiz millatga. Buning uchun faxrlanamiz. Ishlaringizni qutlug' tilaymiz. Undan kelarki sonda shu abturlar suhbat kitob nima deydi deb son 3 qism kitobingiz haqida qisqa tunishtirib, shu kitoblar nimalar bor? Uni bir xalqimizga bir tunishtirib bersangiz. Vaqt nihoyat yaxshi bir taklif ba'zan bo'ldi. Shunday qilaylik, xalqimiz o'zimizning ona tilida bu kitoblar haqida, garchi bu 3 kitobning hammasi boshqa tillarda bo'lsin, buni suhbat o'tkazaylik. To'g'ri, bir yana bir kitob bor, o'zimizning tilda yozilgan, uyg'urcha yozilgan bir kitob bor, O'rxun Boyliq safar. Bu vaqtimi bu 4 kitob haqida bir suhbat o'tkazaylik. Albatta bo'ladi. Buning uchun oldin sizga men rahmat. Rahmat emsa qarindoshlar, yozganlar, qarindoshlar aloqalashinglar. Bizning kitobda yozganlar kimning kitob yozyapti bilmay ekanmiz-da hamda. Bu yozgan kitoblarni biz xalqimiz uchun yozayotgan Uyg'urcha nurg'un kitoblar bor. Shu kitob yozganlar aloqalashinglar. Kitobni men o'qib chiqay. Kitob haqida suhbat qilaylik. Avtor nima deydi? Kitob haqida suhbat deb shu kitobdagi mazmunlarni xalqimiz tunishtiraylik. Ana xalqimiz mana kitoblar haqida deb
o'qiydi. Şuңaşqa bir-birimizni müsaadalik qo'llashaylik. Bundan bugungi suhbatimiz mushacha bo'lsin. Kelarki sonda ko'rishaylik. Hammaga Allohga omonat. Xo'sh. Ma'qul, Allohga emanet. Ma'qul, görüşürüz.